Bu videoda rasmlarni orqa fondan qirqishni o'rgataman. Masalan, mana shu skin olaylik. Agar sizlar kanalimga yangi bo'lsangiz, like va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yana sizlarga ham yuborib qo'yinglar. Unda boshladik. Birinchi bo'lib to'y marketga kirib olasizlar va mashinasini o'tkazasizlar va menda o'tkazilgan, shuning uchun men shunchaga kirib olaman va mana mashina bosasizlar va o'zingizga mos bitta rasm tanlaysizlar. Hop, keyin mana bitta mashina bosasizlar. Keyin bu o'zingizga mosni qilib beradi. Agar mana shuna qilib orqa fonlarni bemalol qilsa bo'ladi. Agar sizlar mabodo mana bu narsa bu tiklab beradi. Agar mabodo mana qilib yuborsanglar, shu joylarda shunday qilib to'g'rilab beradi. Mana shunday qilib to'g'rilab beradi. Va yana bir narsa, mana bu zoom bu rasmni qimirlatadi va mana bu yulduz bu yetgancha o'chirish, orqa fonni ham elektron shunchaki qilib beradi. Agar yana qaytarmoqchi bo'lsanglar, agar xato qilsanglar, mana bu qaytarib olsanglar bo'ladi. Hop, mana orqaga qaytdi va mana bossanglar, agar u avtomatik o'zi qilib beradi. Tayyor. Mana shu rasmni qilib beradi. Agar sizlar yana galeriya sahna tikmoqchi bo'lsanglar, mana shu donni bosasizlar. Bu mana 1 2 3 4 mana bunaqalar to'g'rilaydi momentlarni. Katta kichikni qiladi. Hop, o'zingizga mosini to'g'rilab olgan bo'lsanglar, mana save bosasizlar. Keyin yana finish bosasizlar. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna. Sizdan keyingi video men